Xonimiz tomon. Biznes ombudsman. To'g'ri. Uzbekistan Airways Bosh prokurorning navbati. davlat fuqarolik xizmati. Assalomu alaykum muhtaram ommaviy axborot vositalari vakillari, hurmatli mijozlar va hamkorlar. Korrupsiyaga qarshi kurash masalasi bugungi kunda davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rahbarligida korrupsiyaga qarshi kurash borasida tizimli islohotlar olib borilmoqda. Ushbu siyosatni qo'llab-quvvatlash maqsadida Asakabank aksiyadorlik jamiyati tomonidan ham bir qator samarali ishlar amalga oshirildi. Bugungi brifingimizda 2024-yil davomida korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha amalga oshirilgan ishlar hamda 2025-yil uchun belgilab olingan ustuvor vazifalar haqida ma'lumot beramiz. Avvalambor Asakabank boshqaruv qaroriga asosan korrupsiyaga qarshi kurashish va uning oldini olish maqsadida Compliance nazorat departamenti 2021-yil 28-fevralda tashkil etildi. 2022-yil 22-fevralda Asakabank davlat ulushi mavjud tijorat banklari orasida birinchi bo'lib ISO 37001 2016 xalqaro standarti bo'yicha bank faoliyatini boshqarish yo'nalishi bo'yicha sertifikat oldi. 2024-yil davomida bank xodimlari o'rtasida manfaatlar to'qnashuvini oldini olish maqsadida jami 2317 ta xodimdan manfaatlar to'qnashuvi yuzasidan deklaratsiyalar olindi. 1716 ta shartnoma bo'yicha kontragentlar o'rnatildi va manfaatlar to'qnashuvi yoki salbiy holatlar aniqlanmadi. Xarid jarayonlari doimiy ravishda o'rganib borildi. 2024-yil davomida bank tizimi xodimlari uchun 76 ta o'quv seminar va davra suhbatlari tashkil etildi. Ularda 2595 nafar xodim ishtirok etdi. 5 nafar xodim ISO 37001 2016 xalqaro standarti bo'yicha o'qitilib, maxsus sertifikatga ega bo'ldi. Korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha qo'llanma ishlab chiqilib, 675 nusxada chop etildi va xodimlarga tarqatildi. O'zbekiston Respublikasining Mustaqillik kuniga bag'ishlab biz korrupsiyaga qarshimiz shiori ostida 21 ta bank xizmatlari markazi o'rtasida Asakabank Rais Kubogi 2024 mini futbol musobaqasi tashkil etildi. Nukus bank xizmatlari markazida 9-dekabr Xalqaro korrupsiyaga qarshi kurash kuni munosabati bilan ochiq eshiklar kuni tadbiri o'tkazildi. 2025-yilning o'tgan davri mobaynida quyidagilar amalga oshirildi. Bank tomonidan avval olingan ISO 37001 2016 xalqaro standarti bo'yicha bank faoliyatini boshqarish yo'nalishi bo'yicha sertifikat muddati tugashi munosabati bilan bankda tashqi audit o'tkazilib, qayta sertifikatlashdan muvaffaqiyatli o'tildi. Ishga qabul qilinayotgan 126 nafar nomzoddan manfaatlar to'qnashuvi yuzasidan deklaratsiyalar olindi. 588 ta shartnoma bo'yicha kontragentlar o'rnatildi va manfaatlar to'qnashuvi yoki salbiy holatlar aniqlanmadi. 2025-yil birinchi choragida bank tizimi xodimlari uchun 5 ta seminar va davra suhbatlari tashkil etildi. Jumladan, davlatimiz rahbarining joriy yilning 5-martdagi korrupsiyaga qarshi kurash milliy kengashidagi nutqlarida berilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida hududlardagi prokuratura organlari va Markaziy bank mutaxassislari bilan bankning quyi tizimigacha tushgan holda tegishli ishlar amalga oshirildi va mas'ul xodimlarga tushuntirishlar berildi. Bu kabi ishlarni boshqa hududlarda ham o'tkazilishi davom ettirilmoqda. Jumladan, Asakabank bosh ofisida bank boshqaruv raisining birinchi o'rinbosari, Compliance nazorat departamenti mutaxassislari hamda O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo markazi mas'ul xodim ishtirokida tadbir tashkil qilindi. Bankning Namangan va Samarqand bank xizmatlari markazida bosh ofis Compliance nazorat departamenti, Namangan hamda Samarqand viloyat prokuraturasi va viloyat Markaziy bank mas'ul xodimlari ishtirokida bank xizmatlari markazi xodimlari uchun Asakabankda korrupsiyaga qarshi murosasiz kurash, toza biznes va ishonchli moliyaviy muhit yo'lida mavzusida o'quv seminari tashkil etildi. Seminar davomida bank faoliyatida shaffoflikni ta'minlash, korrupsiyaga qarshi kurash mexanizmlarini takomillashtirish va xodimlar mas'uliyatini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar berildi. Shuningdek, bank xodimlariga korrupsiyaga qarshi kurashda qo'llaniladigan huquqiy asoslar va ularning amaliy tatbiqi yuzasidan ma'lumotlar berildi. Bundan tashqari, Namangan va Samarqand viloyatidagi mahalla banklari faoliyati joyiga chiqib o'rganildi. Ularga korrupsiyaga qarshi kurashish va uning oldini olish bo'yicha tegishli tushuntirishlar berildi. Shuningdek, bank tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashishga oid hujjatlar jamlanmasidan iborat qo'llanmalar taqdim etildi. 2025-yilda Asakabank tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashish va uning oldini olish maqsadida quyidagi ustuvor vazifalarni amalga oshirish rejalashtirilgan.
Byurokratik to'siqlarni aniqlash va xizmat turlarini raqamlashtirish ishlari jadallashtiriladi. Bank faoliyatida maishiy va tizimli korrupsiya omillarini aniqlash va bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqiladi. Mahalla bankirlarini korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik bo'yicha targ'ibot ishlari amalga oshiriladi. Omonat xizmatlariga Face ID tizimini joriy etish ishlari yakunlanadi. To'g'ridan-to'g'ri shartnomalar asosida xaridlar salmog'ini tushirish choralari ko'riladi. Bank balansini optimallashtirish maqsadida xizmat avtomobillari kamaytiriladi. Jismoniy va yuridik shaxslarga kredit ajratish jarayoni avtomatlashtiriladi. Antifor tizimi takomillashtirilib, kiberkorrupsiya va kiberjinoyatlarning oldi olinadi. Har chorakda amalga oshirilgan ishlar va yuzaga kelgan holatlar muhokama qilinib, tezkor chora-tadbirlar ishlab chiqiladi. Xulosa o'rinda shuni ta'kidlash joizki, korrupsiyaga qarshi kurash faqatgina huquqiy va ma'muriy choralar bilan cheklanmaydi. Ushbu jarayonda xodimlarning ongini o'zgartirish, ularda korrupsiyaga nisbatan murosasozlikni shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Asakabank O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev belgilagan adolat va shaffoflik tamoyillariga amal qilgan holda ishonchlilik va barqaror taraqqiyot yo'lida korrupsiyaga qarshi kurashni davom ettiradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Biznes ombudsman.